tug'ilmagan, lekin tuqqan ayol kim? Onasi bo'ladi-da. O'zi tug'ilmagan, lekin tuqqan ayol kim? U kimdandir, qaysidir onadan tug'ilmagan, lekin o'zi tuqqan. O'ylab ko'ring. Juda yengil savol. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Yengil diniy savol javoblarimizni qisqa tanaffusdan so'ng yana olib boramiz. Bizni kutganlari bo'lsa, biz ham sizni sog'indik. Bismillah, boshladik. O'zi tug'ilmagan, lekin tuqqan ayol kim? O'zi tug'ilmagan. Bilolmadim o'rtoq. Juda ham oson savol. Tug'ilmagan, biroq o'zi to'ragan. Obayni. Kim? Obayni. Topdingiz. Topdingmi? Mama havo otamiz bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin aka. Ishingizga egalik. Bizden sponsorlardan belagimiz bor. Qabul olasiz. Alloh rozi bo'lsin qatnashingizga. Ishingizga egalik. Sizlarga rahmat, ishingizga egalik. Rahmat.